Yurakni ikkita tabaqali klapan nuqsonlarini saqlab qolish mumkinmi yoki uni almashtirish, ya'ni protezlash kerak bo'ladimi? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhomov Oybek Erkinovichman. Normada barcha insonlarda aortal klapan 3 tabaqali bo'ladi, lekin ayrim insonlarda u tug'ma 2 tabaqali bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu kasallik klapan yetishmovchiligi yoki klapan torayganligi sababli belgilar berib, uni jarrohlik amaliyoti tavsiya etiladi va ko'pincha protezlash tavsiya etiladi. Biz sizlarga u klapanni saqlab qoluvchi operatsiyani taklif etamiz. Siz quyidagi tekshiruvlardan o'tishingiz lozim. Birinchidan ekokardiografiya, ikkinchidan transpeshvod ekokardiografiya, uchinchidan MSKT angiografiya aortal klapanni va yuqoriga ko'taruvchi aortani tekshiruvini bajariladi va undan keyin biz sizga xulosalar aytamiz. Tekshiruvlar natijasida aortal klapan 2 tabaqali bo'lishiga qaramasdan, uning yaproqlari sog'lom bo'ladigan bo'lsa, agarda tuzlar yig'ilib, toshlarga aylanib, qotib ketmagan bo'lsa yoki deformatsiyalar bo'lmasa, biz uni saqlab qolishni tavsiya etamiz. Sizning saqlab qolingan klapaningiz uzoq yillarda o'z yuragingizning tabiiy harakati bilan hamohang ishlab beradi. Eng muhimi, protezlash amaliyotidek varfarin degan dori moddasini bir umr ichish shart emas bo'ladi. Agarda klapaningiz simmetrikligi 180 gradusdan yuqori bo'lsa, uning devorlari qalinlashib, qattiqlashib, kalsinoz, kuchli fibrozlar bo'ladigan bo'lsa yoki deformatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda klapanni protezlash, ya'ni sun'iy klapanga almashtirish lozim bo'ladi. Bunaqa klapanlarni saqlab qolish uzoqdagi rezultatlar, ya'ni natijalari yaxshi bo'lmaganligi sababli bunday holatlarda protezlash tavsiya etiladi. Aziz yurtdoshlar, sog'lom yurak to'g'ri tanlovdan boshlanadi. Biz sizning to'g'ri tanlov qilishingizda yordam beramiz.